Teng yo'lli trapetsiyani yon tomonlari ularni davom ettirilsa to'g'ri burchak ostida kesishadi. Agar trapetsiya yuzi 12 santimetr kvadratga, balandligi esa 2 santimetrga teng bo'lsa, uni tomonini uzunligini toping. Teng yo'lli bo'lgani uchun asosiy burchaklari alfa-alfadan bo'ladi, lekin A, N, D to'g'ri burchakli burchak bo'lgani uchun asosi 5 gradusdan iborat bo'ladi. S uchdan trapetsiyaning balandligini tushiradigan bo'lsak, S1 balandligimiz masala shartida 2 santimetrga teng. Demak, uchburchak S1da teng yo'lli uchburchak bo'lgani uchun bu tomon ham 2 santimetrga teng. Katet esa 2 lizosti 2 ga tengligi kelib chiqadi. Trapetsiyamiz teng yo'lli bo'lgani uchun AB tomoni ham 2 lizosti 2 ga teng. Demak, dastlab trapetsiyani AB tomoni ikkita yon tomoni 2 lizosti 2 ga teng ekan. Endi ikkinchisi. Hop, kichik asosini A bilan, katta asosini B bilan belgilaymiz. Natijada trapetsiyaning yuzi, trapetsiyaning yuzini yozadigan bo'lsak, A plus B taqsim 2 ko'paygan balandligimiz trapetsiyaning yuziga teng. O'rniga qo'yadigan bo'lsak, A plus B taqsim 2 ko'paygan 2. Ya'ni trapetsiyaning yuzi A plus B ga teng. Bu ham masala shartida 12 ga tengligi berilgan. Bu yerda B deganimiz endi bizda bu uchidan ham balandlik tushiradigan bo'lsak, bu ham 90 gradus bo'ladi. Bu masofamiz ham 2, bunisi ham 2 bo'lib, bu yer A ga teng. Ya'ni A plus B'ning o'rniga 2 plus A plus 2 ni yozamiz, tenglik 12. Bundan A'imiz 4 ga teng. Demak, javob trapetsiyaning ikkita yon tomoni 2 lizosti 2 ga teng. Kichik asosi 4 ga teng, katta asosi 4 plus 4 ya'ni 8 ga teng.